Mas'ud Sabiri Bayqo'zi. Sharqiy Turkiston yaqinqi zamon tarixida 3 apandi deb nom olgan apandilarning birinchisi bo'lgan doktor, ma'rifchi, siyosatchi mashhur shaxs Mas'ud Sabiri Bayqo'zi 1887-yili İli viloyatining G'ulji noyisiga qarashliq Arabuz yezisida dunyoga kelgan. Mas'ud apandi 5 o'g'il, 2 qiz bo'lib, 7 balaning eng kichiki. Dadasining ismi Sabir Hoji, onasining ismi Aysxondir. Uning cho'ng dadalarining ismi Po'lat Qo'zi, Temir Qo'zi va Bayqo'zi bo'lib, Mas'ud apandi keyingi vaqtlarda Bayqo'zi ismini o'ziga taxallus qilib qo'llangandan keyin Mas'ud Sabiri Bayqo'zi deb atalgan. Tövəndə Mas'ud Sabiri Bayqo'zini Mas'ud və Mas'ud apandi deb ataymiz. 1859-yili Xitoy Manju ishg'olchilari o'zlariga qarshi chiqqan Uyg'ur xalqini Sharqiy Turkistonning janubidan shimoliga ko'chishga majburlaydi. Bularning birisi Po'lat Qo'zi oilasi bo'lib, Atushdan ko'chganlar bilan birlikda İli viloyatining G'ulji noyisi Arabuz yezisiga berib yerlashidi. Bular yerlashgandan keyin bu yezning taraqqiyotiga alohida hassa qo'shib, yezga oq o'stan va seriq o'stan deb atalgan 2 o'stan qazidi. Tuproqning yaxshiligi, xalqning g'ayratlari bilan yetarlik suv manbasiga erishgan bu yeza ko'p o'tmay jannat kabi bir makonga aylanadi. Bekmo afsuski, Manchung tajovuzchilari xalqning bu go'zal yezida yashashiga chidamay, hassilab boysilik qo'yib, xalqni yashash imkoniyatidan mahrum qiladi. Ilojsiz qolgan Bayqo'zi oilasi G'ulji shahriga ko'chib kirishga majbur bo'ladi. Uning akalari boqmachilik va tijorat bilan shug'ullanadi. Vaqtning o'tishi bilan tijoratda taraqqiy qilib, tijoratni Sharqiy Turkistondan halqib, Moskva va O'zbekistonning bir qancha shahriga, keyincha Xitoy, Turkiya va Germaniyalargacha kengaytadi. Shundaq qilib, bu oila İli viloyati tavasida sanoqliq oilalardan birisi bo'lib qoladi. Mas'ud apandining oilasi boy bo'lg'achqa, jamoatidagilarning ko'pinchisi chet elda o'qiydi va tijorat qiladi. Buning bilan tabiiyla ma'rifga ahamiyat berishdak an'ana shakllanadi. 1904-yili Mas'ud Sharqiy Turkistonning diniy va savdo sohasidagi yuqori qatlamdagi zotlar intiladigan Osman imperiyasining poytaxti Istanbulga o'qishga keladi. Mas'ud avval Istanbuldagi Maydiay o'rta maktabida o'qiydi. Mas'udning zehni bak o'tkir edi. U intayin tirishib o'qiydi. 1 yildan keyin bir ofitserlar maktabining maxsus sinfiga o'qishga kirdi. 3 yildan keyin oliy darajalik o'rta maktab diplomi bilan imtihon orqali Istanbul universitetining tabiiy fanlar fakultetiga o'qishga kirdi. 2 mavsumlik o'qish oxirlashgandan keyin u yana Haydarpasha universiteti tibbiy institutining imtihoniga tizimlatib, birli vaqtda 2 universitetda 2 xil ilm bo'yicha o'qib, oldi bilan Istanbul universiteti tabiiy fanlar fakultetining diplomini oladi. Yana 4,5 yil o'qigandan keyin Haydarpasha universitetini bitirib, diplom oladi. Maktab uningga axloq va o'rganishda munavvar o'quvchi deb nom berdi. U Turkiyadagi 10 yillik o'qish jarayonida har xil iqlimdagi kishilar bilan uchrashib, tunishib, nurg'un bilimga ega bo'ladi. O'ziga panturkizm iddiasini singdirdi va o'zini yetildirdi. Bu jarayonda uning vataniga bo'lgan sevgisi hassilab kuchaydi. Mas'ud apandi 1915-yili vataniga qaytgandan keyin G'uljida Altay doktorxonasi deb bir doktorxona ochdi. U keyingi kunlarda bir turkum bilimlik yoshlarni tarbiyalaydi. Uning ba'zi shogirdlari xeyla dangliq doktorlardan bo'lib yetishib chiqadi.
G'arbcha davolaydigan bu doktorxona u vaqtlarda xalq uchun bir mo'jizadek edi. U bu jarayonda Sara xonimga o'ylanadi. Ularning Ertuğrul, Uyg'ur, Yildirim, Tomris, Gultekin, Qivilchim va Solchin qatorliq 5 o'g'il, 2 qiz, 7 farzandi bo'ladi. Mas'ud apandining bulardan boshqa Xitoyda turayotgan vaqtida o'ylangan ikkinchi ayolidan Solchin va Solqim ismli 2 farzandi bo'lgan. Mas'ud apandi Turkiyadan vatanga qaytib kelgandan keyin xalqning intayin nodon, muarifdan uzoq qolganligini texmo cho'nqur his qilib, qattiq azoblanadi. U xalqni uyg'otish, jaholatdan qutqizish uchun qattiq bosh qotiradi. Uning qilgan xizmatlarini tövandikidek 3 turga ayirib tadqiq qilishga bo'ladi. Birinchi, maarif taraqqiyoti uchun qilgan xizmatlari. Manchun xonligi tajovuz qilib Sharq Turkistonni besib olgandan keyin bilimsiz nodon xalqni oson boshqarg'ol bo'ladi deb o'ylag'achqa, Uyg'ur xalqiga bilimsiz nodon qoldirish siyosatini qo'llanib kelgan edi. Mas'ud apandi Turkiyadan qaytib kelgandan keyin xalqning 10 yil ilgirkiga qaraganda nodonlik va jaholatda texmo bek ig'irlashib ketganligini his qiladi. U oldi bilan o'ziga o'xshash fikrdagilar bilan birlashib, ishni maktab etishdan boshlaydi. Aldi bilan G'ulji shahridagi Reshidi ismli maktabni ziyorat qiladi. U vaqtda bu maktabning mudiri maktabni tashlab chiqib ketgan bo'lib, o'qituvchilarmo dars ahvolimi yo'qning o'rnida edi. Mas'ud apandi o'qituvchilar bilan ko'rishib, ularni rag'batlantirdi. Yoshlarga murojaat qilib, ularning ilmiy bo'lganlarini o'qituvchi bo'lishga safarbar qiladi. Maktabni umumyuzlik remont qildirdi. Ders programmalarini tartibga silish bilan birga barliq maktablarning darsi va darsligini birlashtirib, maktablar aro bir-biri bilan hamkorlashish vaziyati shakllantirdi. Maktab hisobotini boshqarishni kuchaytirdi. Ramazon oylarida xalqqa murojaat qilib, ma'rif taraqqiyoti uchun iqtisod hal qildirdi. Shunda qilib, G'uljidagi Uyg'ur ma'rifi taraqqiy qilishga boshlaydi. Ammo 2,5 yil bo'lay deganda Xitoy hukumatı bu maktablarni majburiy taqib etdi. Shuning bilan amdala taraqqiy qilishga yuzlangan milliy ma'rif to'xtab, burunqi asliga qaytadi. Jamiyat tashkiloti maktablari bu jarayonda Sibiriyada surgunda yashayotgan turkistonliklar G'uljiga qochib kelishga boshlaydi. Bu vaqtda Mas'ud apandi Uyg'ur ma'rifining taraqqiyotiga foydasi bo'ladi deb o'ylab, ulardan bir qancha kishining G'uljida qilishi uchun xizmat ishlaydi. Husayn apandi ismli bir kishi echiladigan maktablarda boylarning emas, barliq xalqning bolalari o'qiy oladigan bo'lishi to'g'riliq fikr berdi. Bu fikr dastlabda e'tiborga ilinmagan bo'lsa-mu, keyin Xilil va Turg'ut ismli apandilar bu fikrni qabul qildi. Shunda qilib, bu kishilar milliy ma'rif taraqqiyoti uchun 14-15 ming sar pul to'playdi. Burun silingan maktablar qaytadan remont qilinib, bir qatimda 5 maktab ochilib, burunqi o'qituvchilar chaqirtilib kelinib, bu maktablarda yangidan dars boshlanadi. Mas'ud apandi G'uljidagi ma'rif xizmatlarini yangidan jonlantirib, tartibga silib bo'lgandan keyin maktab xizmatini Xilil va Turg'ut apandilarga topshirib, o'zi doktorxonasiga qaytib keladi. U shuningdan keyin maktablarning taraqqiyoti uchun maslahat berib turdi. Mas'ud apandi milliy ma'rifning taraqqiyoti va o'quvchilarning ahvolidan ota-onalarini xotirjam qilish va mushu munosabat bilan maktablarning qarzlarini bir taraf qilish uchun yangi yilni kutib olish yig'ilishi o'tkazishni planlaydi. Xeyli obdan tayyorliklardan keyin Mas'ud apandining beg'ida 1-2 ming kishilik bir maydon va birer 100 o'quvchi mahorat ko'rsataligidek bir sahna tayyorlanadi. Vaqti soati yetib kelganda maydonga to'plangan xalq o'quvchilarning marshlari, gimnastikalari, she'rlari, naqsha komediyalarni ko'rib
qizg'in alqishlaydi. Bu marosimda 8-9 ming sar pul toplanadi. Mas'ud apandi marosimdan keyin yenik bir nafas oladi. Chunki maktablarning ochilishi uchun olgan qarzlar vaqtida qaytarilishi kerak edi. Bu xo'shallik kunning ertasi maktablarning to'riki bo'lgan Xilil va Abdurahmon apandilar Xitoylar tarafidan tutqun qilinadi. Mas'ud apandi va xalqning mo'tavarlari 3 oygacha Xitoy amaldorlariga yo'l mangib, yolvorib yurib, ularni o'qituvchilik qilmaslik sharti bilan aron tasda turmadan qutqizib chiqadi. Bir mezgildan keyin Xilil apandi Turkiyaga qaytib ketadi. Shunda qilib, jamiyatning bu maktablarimi taqiladi. Eli maktabi. Bu voqealar bo'lib, bir mezgil o'tadi. Xitoy amaldorlarimi almashidi. Mas'ud apandi umid ichida burunqi o'qituvchilarni chaqirtib, ko'rinishda 4 sinflik bir maktab ichib dars boshlaydi. Birer yüz atrofidagi o'quvchi tunji yillik darsni tugutib, imtihondan keyin ta'tilga qo'yib beriladi. Ta'til texi amdi boshlanishiga Xitoylar savol so'roqsiz Mas'ud apandi va Abdurahmon apandini tutqun qilib, qo'l-putlarini kishanlab, turmaga tashlaydi. Keyin bularni Urumchiga avatadi. Mas'ud apandi Yangzingshin, ya'ni 1863dan 1928 tarafidan 3 qitim bevosita so'roq qilinadi. Bular savol so'roqlarga tortilib, turmada 9 oy yotgandan keyin qo'yib beriladi. Shunda qilib, bu maktabmi tugaydi. 7 sinflik maktab. Aradan 1 yil o'tadi. Bu vaqtda Otuşdagi dangliq boy Mas'ud apandining cho'ng dadisi Boviddin boy hojim G'uljiga kelib, Mas'ud apandi bilan maktab ichish to'g'riliq maslahatlashadi. Chunki Uyg'ur xalqi milliy ma'rifsiz qolsa qat'iy bo'lmaydi. Bular 7 yillik bir maktab planini tuzib, Xitoy valiyiga murojaat qiladi. Nurg'un qiyinchiliklardan keyin Xitoy valiyi maktabning ochilishini oxiri tasdiqlagan bo'ladi. Buningdan xo'shal bo'lgan Boviddin hojim Mas'ud apandilar nurg'un chiqim qilib tayyorlik qiladi. Lekin dal bu vaqtda Boviddin hojim vafot bo'ladi. Shuning bilan maktab ochilishlari uning do'sti Yoqub apandimga qoladi. Shunda qilib, oxiri bu maktabning ochilish murosimi kuni yetib keladi. Murosimga Xitoy valiyimi qatnashadi. U o'qituvchilar orasida Mas'ud apandini ko'radi. Atsi Yoqub apandini chaqirtib kelib, Mas'ud apandi davlat oldida jinoyatchi deb maktabning ochilishini cheklaydi. Shunda qilib, bu maktabmi ochilmay turib taqiladi. Mas'ud apandi amalsiz qilib, ma'rif ishlaridan qo'l uzishga majbur bo'ladi. Markaz Rishidi va Dong mahalla G'ani Axun maktabi. Mas'ud apandi yuqorqi voqealardan keyin ma'rif ishlaridan qo'l uzishga majbur bo'lgan bo'lsa-mu, niyatidan yanmagan edi. U bir mezgildan keyin parda orqasida turib, o'zi iqtisod chiqarib, Markaz Rishidi va Dong mahalla G'ani Axun maktablarini ochdi. Ammo bu maktablarmi mustabid Xitoy hukumati tarafidan uzunga barmay taqib etiladi. Mas'ud apandi o'z xalqining o'ziga o'xshash tashqi dunyoni tushunishini umid qiladi. Shundoq bo'lganda, uning tashviqotlarini osonla qabul qila oladi. Bu kunlarda kutilmaganda G'uljidagi Rossiya elchixonasi ortiq kino qo'yish apparatlarini sotmoqchi bo'ladi. Bu xabarni anglagan Mas'ud apandi kino qo'yish orqali xalqni uyg'otishni maqsad qilib, kino apparatini setib oladi. U Xitoy hukumatining yana putoq chiqarishidan saqlanish uchun Ili Ambali Chang Yongqingning kona turalg'usini yuqori bahoda ijaraga elib, kinoxona qiladi hamda 10 yillik ijara haqini oldin to'laydi. Ammo kino qo'yish boshlangandan keyin bu Xitoy yana Xitoyligini qilib, kino qo'yishni cheklab, mashina uskunlarining hammasini musodara qilib pechatlayib o'tadi. Shunda qilib, G'uljidagi barliq faoliyati cheklanib, nazorat ostida yashashga majbur bo'lgan Mas'ud apandi amalsiz qilib
1933-yili 12-oyda otishga kelib 1 yil turdi. Bu dal Qashqarda Sobit Domollam, ya'ni 1883dan 1941 rahbarligida Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati qurilib bo'lgan vaqtlar edi. Ikkinchi turklik haqidagi fikr va tushunchalari. Mas'ud Efendi Turkiyada turish jarayonida o'ziga turklik, ya'ni panturkizm iddiasini singdirgan bo'lib, turk millatlariga alohida ahamiyat berdi. U Sharqi Turkistonda yashayotgan Uyg'ur, O'zbek, Qozoq, Qirg'iz, Tatar qatorliq millatlarning boshqalar degandek ayrim millatlar emas, hammasi o'xshashla turk millati ekanligini ta'kidlagan. U turklik haqidagi fikr va tushunchalarini o'zining Turklik nisbati ismli kitobida keng doiralik to'xtalib o'tgan. Uning turklik haqidagi fikr va tushunchalariga Xitoymi, Ruslarmi qarshi bo'lib, ular Mas'ud Efendiga panturkist, bo'lginchi, imperialistlarning ishpioni degandek har xil jinoyatlar artgan. Ammo ularga pisand qilmay, o'z xalqiga foydali bo'lgan har qanday ishlarni qilishga tirishgan. Biz Mas'ud Sabir Bayqozning turklik tushunchasi va turkchilik iddiasini uning farzandlariga qo'ygan ismlaridanmi nihoyatda aniq tushunib olaymiz. 3. Siyosiy xizmatlari. 1933-yili 11-oyning 12-kuni Qashqarda Sobit Domollam rahbarligida mustaqil Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati qurildi. Bu vaqtda Mas'ud Efendi G'uljida turaverishni o'ziga ziyonliq deb qarab, do'stlari bilan Qashqarga keladi va Jumhuriyat rahbarlari bilan ko'rishib, yordamda bo'lishga tirishadi. Bakmi afsuski, Sovet va Xitoy tajovuzchilari birlashib, barliq razilliklarni ishga silib, bu yosh jumhuriyatni parchalaydi. G'uljidan birga kelgan do'stlari Yangisardagi urushda shahid bo'lib ketadi. Qattiq afsuslangan Mas'ud Efendi 1934-yili Himalaya tog'laridan o'tib Hindistonga keladi. U Sharqi Turkiston inqilobining faqat qurol kuchi bilanla hal bo'ladiganligini biladi. Daryo qonlar oqadi, ammo inqilobdan bir natija chiqmaydi. Buning sabablari Sharqi Turkiston xalqi Xitoylar tarafidan intayin nodon qoldirilgan edi. Do'stlari yo'q, dushmanlari ko'p ham bakmi yovuz edi. U Hindistonda 3 oy turgandan keyin, ya'ni eng yaxshi chora Sharqi Turkiston masalasini Xitoyning markazida turib, Xitoy hukumatı orqali hal qilish kerak degan tushuncha bilan chora izlab Xitoyga qarab yo'lga chiqadi. U Xitoyga yetib borgandan keyin burun kelib xizmat qilayotgan Eysa Yusuf Olibtekin, ya'ni 1901dan 1995 qatorliq Uyg'ur siyosatchilar bilan tanishadi. 1943-yili Muhammad Emin Bo'g'ra, ya'ni 1901dan 1965 mu keladi. Bular birlikda Sharqi Turkiston uchun xizmat qilishga tirishadi. Bularning xizmati natijasida Mas'ud Efendi 1935-yili 12-oyning 12-kuni Millatchi Xitoy, ya'ni Gomindangning 5-qitimliq qurultayida Markaziy komitet a'zosi, keyin Davlat konsensi a'zosi bo'lib saylanadi. Mas'ud Efendi saylangan Davlat konsensi a'zosining soni 40 kishidan tarkib topgan bo'lib, bu konsensda bir Mo'ng'ul, bir Tibet bor edi. Mas'ud Efendi Uyg'urlardan saylangan tunji konsens a'zosi bo'ladi. Buning foydasi bor deyilsa, Mas'ud Efendining Sharqi Turkiston xalqining dardi va talablarini Xitoy hukumatiga yetkazish fursatiga erishganligi deyishga bo'ladi. Bu 3 kishining bosh bo'lib birlikda ilib borgan xizmatlari natijasida Xitoyning 8-qurultayida Mas'ud Efendi Xitoydagi Sharqi Turkistonliklarning bir fikrga kelishi bilan tayyorlangan Sharqi Turkistonliklarning talab va fikrlarini o'ttirib qo'ydi. Mas'ud Efendining Xitoy parlamentida o'ttirib qo'ygan talab va fikrlarining xili ta'siri bo'ladi. Chunki
u kungacha Xitoy parlamentida Xitoylar Sharqi Turkiston to'g'riliq burun so'zlanib baqmagan fikr va talablar o'ttirg'a qo'yiladi. 1933-yildan boshlab 10 yil bo'yicha Sharqi Turkistonga hukmronlik qilgan Shing Say, ya'ni 1897dan 1970 ning Sovet bilan bo'lgan munosabati buzilgandan keyin Xitoyga qaytishga majbur bo'ladi. Shing Say Sharqi Turkiston xalqiga tarixda misli ko'rilmagan qonliq siyosat yurgizish bilan yiqqan mol dunyosidan 12 tonna oltinni Xitoy hukumatiga topshirib berdi. Millatchi Xitoyning boshlig'i Jiang Jieshi, ya'ni 1887dan 1975 buning badaliga Shing Sayni o'rmon va dehqonchilik ministri qilib mukofotlaydi. Mas'ud Apandi shu yili ochilgan millatchi Xitoyning qurultayida Shing Sayni qattiq tanqid qiladi. Mas'ud Apandi, ya'ni Shing Say 10 yil bo'yicha Sharqi Turkiston xalqini qon qustirgan, qilmagan askaligi qolmagan, 300 mingdan ortiq gunohsiz insonni turmalarga tashlab, mol mulkini bulab talagan, xoni vayron qilgan, hech narsadan xavri yo'q minglarcha kishilarni Yaponiya, Angliya, Amerika qatorliq davlatlarga ishpiyonlik qilgan deb vahshiylarcha qiynab o'ldirgan. Sharqi Turkistonning yer usti va yer osti boyliqlaridan tortib, hatto hayvonlargacha hisobsiz boyliqlarini to'shib, Sovet ittifoqini baqqan. Munda qonxo'r, mustabid xoinni mukofotlash emas, jazolashni talab qilamiz, deb so'zni tugtidi. Bu so'zlarni anglagan Xitoy ministri Shing Sayga qattiq nafratlandi. Bularning nafrati albatta Shing Sayning Uyg'urlarni azganligi uchun emas, Shing Sayning Sovet bilan oppoq-chapoq bo'lganligi, Xitoy hukumatining avatgan amaldorlarini o'ldirganligi uchun edi. Xitoy amaldorlarining bu qarashligidan keyin Xitoyning bosh ministri Jiang Jieshi g'azab bilan sahnaga chiqib, "Sizlar xatolashdinglar. Uning nima qilsa qilsin Sovet hukumatini ahmoq qilib turib, Sharq Turkistonni qo'limizda tutib tura olishi cho'ng bir xizmatdir. Buningdan burun hech qanday bir amaldor Sharq Turkistonni Shing Saydek qo'limizda tutib tura olmagan", deydi. Jiang Jieshining bu gapidan keyin Mas'ud Apandi qattiq norozilik bildirib, g'azab bilan Xitoy parlamentidan chiqib ketadi. Mas'ud Apandilar Xitoy hukumatiga Sharqi Turkiston xalqini Turk deb atash, avtonomiya huquqi berish, ya'ni Xinjiang ismini Turkistonga o'zgartish qatorliq moddalarni o'z ichiga olgan 28 moddalik bir talab sunudi. Ammo Xitoy bu talablarning hech birisini qabul qilmaydi. Sharqi Turkistonda Xitoyning siyosati o'zgarmaydi. Zulm, kamsitish va xo'rliq xalqning iligiga o'tib ketadi. 1944-yili Ili viloyatida tajovuzchi Xitoyga qarshi inqilob portlab, 1944-yili 11-oyning 12-kuni Ilixon To'ra, ya'ni 1885dan 1976 ning rahbarligida Sharqi Turkiston Jumhuriyati davlati qurildi. Boshda Jumhuriyatning qurilishiga yordam qilgan Sovet ittifoqi Jumhuriyat qurilgandan keyin birdinla yordamini uzib, Xitoy tarafdori bo'lib oladi va Sharqi Turkiston hukumatini Xitoyga qo'shilishga qistaydi. 1944-yili Mas'ud Apandi o'g'li Ertuğrul va boshqa hamrohlari bilan Xitoydan Urumchiga keladi. Xitoy Mas'ud Apandini taftish organining boshlig'i, Muhammad Emin Bug'rani Sharqiy qurilish idorasi boshlig'i, Aysa Yusuf Olibtekinni hukumat a'zosi qilib saylaydi. Bu 3 Uyg'urning Urumchiga kelib huquq tutishi Sharqi Turkiston xalqini ozroq bo'lsa-mu hayajonlantirdi. Ammo xalqning bir qismi Mas'ud apandilarni qo'llagan bo'lsa-mu, asosli qismi yanala Sharqi Turkiston Jumhuriyatini qo'llaydi. Mas'ud apandilarning fikri Sovet manfaatigimi, Xitoy manfaatlarigimi, Sharqi Turkiston davlatining manfaatlariga zid keladi.
aradan 3 yil vaqt o'tgan bo'lsa-mu, Mas'ud apandilar Sharqi Turkiston va xalqi uchun hech qanday bir ish qilib berolmayli qolmasdan, xalqning kundan kunga texmo ezilishiga sabab bo'ladi. Chunki Sharqi Turkiston xalqining asosli qismi ularni Xitoyning g'olchilari deb qaraydi. 1947-yili 5-oyning 28-kuni Mas'ud apandi Xitoy hukumati tarafidan Sharqi Turkistonning bosh valisi, Muhammad Emin Bug'ra muavin vali, Aysa Yusuf Olibtekin bo'lsa bosh kotib bo'lib tayinlanadi. Bu 3 kishi shuningdan keyin Sharqi Turkiston tarixida mashhur, ya'ni 3 apandilar deb ataladi. Bu vaqtlarda Mas'ud apandilar kech-kunduz demasdan ishlaydi. Ammo ular Uyg'ur xalqini xush qilalog'idek, ko'zga ko'ringidek biror xizmat qila olmaydi. Bakmi afsuski, bular Sharqi Turkiston Jumhuriyati hukumati bilanmi birlikka kelolmay, tarixiy bir fursatni qochirib qo'ydi. Manchun Xitoylari 1878-yili Sharqi Turkistonni besib olgandan boshlab toki 1947-yilgacha birmi Uyg'urni Sharqi Turkistonga boshliq qilib tayinlamagan edi. Mas'ud apandi bo'lsa, oradan 69 yil o'tgandan keyin mustamlikchi Xitoy tarafidan Sharqi Turkistonga tayinlagan tunji Uyg'ur boshliq edi. Mas'ud apandilar boshliq bo'lgandan keyin Turkiyaga avatib o'qitmoqchi bo'lgan 25 o'quvchi uchun Xitoy hukumatidan hatto pasportmi elib berilmaydi. Turkiston so'zlari cheklangan holatda qoladi. O yillarda Xitoy hukumati ustiga, ya'ni Xinjiangda o'tadi degan xat yozilgan pul chiqaradi. Mas'ud apandi bu pullarning ustidagi yeziqni, ya'ni Chini Turkistonda o'tadi deb tarjima qilib tarqatgan bo'lsa-mu, bu pullar Xitoylar tarafidan tezlikda yig'ib olinadi. Mas'ud apandilarning bu ahvolga qarata Xitoy hukumatiga norozilik bildirishdan boshqa bir ish qo'lidan kelmaydi. Mas'ud apandilarning qiladigan ishlari Xitoyning Sharqi Turkistondan oladigan 1 yillik bejini kechirim qildiradi. Tirishib 240 ming dona darslik kitobi bostirdi. To'qsun, Turpan, Pichan qatorliq joylarda suv to'smasi yasash uchun tirishidi. Xitoy hukumati yetarlik mablag' ajratib bermagachga, Mas'ud apandi o'z yenidan 4 kilo 100 gram oltin va naqd pul chiqaradi. Urumchida 90 navoiyxonani un bilan ta'minlab, xalqni arzon non bilan ta'minlaydi. Xalqqa yurtimiz Turkiston, millatimiz Turk, dinimiz islom shuarini singdirishga tirishidi. Kambag'allarga o'tin, ko'mir hal qilib beradi. 1948-yili 7-oyning 17-kuni Mas'ud apandi bilan Aysa apandi vazifasidan qoldirilib, o'rniga Rusparaz Tatar Burhan Shahidi, ya'ni 1894dan 1989 bosh vali bo'lib tayinlanadi. Muhammad Emin Bug'ra yordamchi vali bo'ladi. Bu vaqtda ko'ch-ko'tanlarda millatchi Xitoyning sanoqliqli kunlarining qolganligi to'g'riliq gap so'zlar ko'plab qolgan edi. Shunlashqa kommunist mafkurdikilar xuddi o'zlariga tong etayotgandek terisiga patmay qilishayotdi. Millatchi Xitoy parastlarning beshi chupli ketgan edi. Yolqin geziti taqib etilgandan keyin Oltay nashriyati yurt gezitini chiqarishga boshlaydi. Bu gezit ilgari Mas'ud apandining boshchiligida Nanjingda nashr qilingan bo'lib, shu chaqda millatchi Xitoy hukumatining ruxsati bilan chiqqan edi. Mas'ud apandi gezitning ruxsatnomasini yelimi saqlab yurgachga, Burhan hukumati bu gezitni taqashqa chorasiz qoladi. 1949-yili Mas'ud apandi Gultekin ismli qizi bilan yana 2 bolasini Turkiyaga o'qishga chiqardi. 1949-yili kommunist Xitoy, ya'ni Gomchandang, millatchi Xitoy, ya'ni Gomindangni mag'lub qilib Sharqi Turkistonga yurish qilganda, Mas'ud apandining yaqinlari Mas'ud apandiga vatandan ayrilish taklifini berdi. Mas'ud apandi
hayotim bo'yicha xalqimga nima foydaliq bo'lsa, o'zim orzulab turib, shu ishni qildim. O'zim qilgan ishqa o'zim mas'ul. Vatandan ayrilish yoki qichish chora emas. Mening g'oyamga to'g'ri kelmaydi. Nima bo'lsam o'z vatanimda bo'laman, deb vatandan ayrilishni qat'iy rad qiladi. Mas'ud apandining Turkiyadagi farzandlari 10 yil bo'yicha dadalaridan hech qanday xabar ololmaydi. Keyin olgan xabarida Mas'ud apandi bilan cho'ng o'g'li Urumchida kommunist Xitoy tarafidan tutqun qilinib, turmaga tashlangan. Yildirim ismli o'g'li G'uljida tutqun qilinib, 2 yildan keyin etib etilgan. Mas'ud apandi turmada og'ir og'rib qolgandan keyin uyga ilib berib, davolanishdan mahrum qilingan holda kech-kunduz nazorat ostiga elingan. Sharqi Turkiston yaqinqi zaman tarixida 3 apandi deb nom olgan apandilarning birinchisi bo'lgan doktor, muarifchi, siyosatchi, mashhur shaxs rahmatlik Mas'ud Sabir, ya'ni Bayqo'zi 1952-yili o'z uyida davolanish imkoniyatidan tamoman mahrum qoldirilib, Xitoyning nazorati ostida echinishliq vafot bo'lgan. U bu vaqtda 65 yoshda edi. Cho'ng o'g'li Erturg'ul 10 yil turmada yotgandan keyin turmadan chiqib, Kuchaning Tarim turmasiga surgun qilindi. Ya'ni demak, Erturg'ulmu Muhammad Emin Bug'ra boshchiligidagi hijrat karvonidan ayrilgan kishilardan biri ekan. Bu yer ig'ir gunohkorlarni rahimsizlarcha ishiltadigan bir turma bo'lib, Erturg'ul bu turmada mashina qazosi bilan yaralanadi. Xitoy saqchi doiralari uni davolamaydi. Erturg'ul qattiq qiyilinib, azob ichida o'lib ketadi. 1978-yili Mas'ud apandining ayoli Sara Bayqo'zi bilan cho'ng qizi Tomarislarmo qattiq xorlanib, echinishliq azob ichida o'lib ketgan.